Üçüncü bölüm. Yolning ikki qasnaqida har xil milliy kiyimlarni kiyib, naqsh usul sazlar bilan turayotganimizga 2 soatlik bo'ldi. Hech kim bu turishdan va kunning taptidan nola qilmaydi. Terlagan odamlar maktab qo'rusining darvozasi tarafga ko'z uzmasdan qarab turdi. Bizga bir ish aniq. Markazdan muhim rahbarlardan biri kelgan. Biz ashu rahbarni kutib olishga turyapmiz. Boshqalar naqsh aytayotdi. Men bo'lsam o'zim bilan so'zlashyapman. A'la, mana davlat rahbarlarini ko'rgan bo'lding. Sen ko'zlagan maqsadlaringga qadam-qadam yiqilishyapsan. Oralla 10-sinfni tugatgan bo'lsangmi, o'zingni har kim bilan selishtirishdan yanmaydigan mag'rur yigit eding. Xanzu tilini o'rganib, Jungo va chet el kitoblarini o'qiy oladigan bo'lding. O'quvingni tushuna oladigan bo'lgandan keyin o'zingning naqadar bilimsiz ekanligingni bilding. Sen hozir bilimlik bo'lish ko'yida tirishayotsan. Sen qapqara pachoqlaringni adiyazning seriq shamoldan qo'g'dash uchun chig' va tivilga dallardan panoh izlaydigan qo'yjayding. Shu chaqlarda muffattish kapti desa, o'qimishliq odamning mingan eti qandoq bo'ldikin, etini bo'lsimi ko'rib olay deb bog'arlab, sho'ri atlab, so'ngishlardan sho'ng'ib o'tib, o'gza yoki so'kal tamlarning kaynidan maraydigan jul kiyimlik yetmak eding. Mana bugun dahilarni ko'rdigan bo'lding. Sen a'la. Mening xiyolim uzilib qoldi. Partkom ishxonasining jo'rini bizga bosh qo'mondan Judi keladi. Qizg'in qarshi olayli deb baqirdi. Biz shuar tovlashga boshladik. Men hayajon bilan bosh qo'mondan kelayotgan yoqqa qarab talpindim. Mana bosh qo'mondan ko'rindi. Men hayron qoldim. Mening tasavvurimdagidan butunlay boshqacha bir odam kelmoqda edi. Men o'z xiyolimda bosh qo'mondan Judini surtadagidek oliy unvonlari, marshallik kiyimlar bilan keldi deb o'ylagan edim. Menga qarab kulimsirab kelayotgan kishi oddiy bir dehqonga o'xshaydi. Uning uchsizda xas ko'nglikning yanglari turilmagan. Kulrang xodani ishdan, putida xay, beshida chiqqalpoq, o'zi kulibla turadi. Kang qo'lliq, o'tir bo'y gavdasini sal-pal egib, birdam biri bilan birdam yana biri bilan ko'rishib qo'yadi. Ko'pchilik tarafidan qilingan hurmat va muhabbatning belgisi bo'lgan shuarlarga qo'lni ko'tarib ishorat bilan javob qaytaradi. Kutilmaganda bosh qo'mondan mening oldimga keldi-da, menga qarab kulimsirdi va o'ng qo'lini sundi. Men hodiqqan holda uning qo'lini ikki qo'lim bilan ching tutdim. Bosh qo'mondan mening chiman do'ppamni ishora qilib, "Siz Uyg'urmi?" dedi. "Ha", dedim hayajonlanib. "Necha yosh?" 23. "Qaysi kasbda o'qiyapsiz?" "Men o'qituvchi", dedim iftixor bilan. "Nihoyat yaxshi", dedi bosh qo'mondan qo'limni ching chiqib. "Ilm fanni yaxshi o'rganinglar. Partiyamiz sizlardan shuni umid qiladi." Ko'zlarimdan taramlab yosh oqdi. Mening bu mehribon va qahramon qo'lni qo'yayotgim kelmaydi. Lekin bosh qo'mondan boshqalar bilan ko'rishish lozim. Men qo'llarimni sunganimcha turib qoldim. Kaynimdagi o'quvchilar bosh qo'mondan bilan ko'rishgan qo'l deyishib, mening qo'limni taraf-tarafdan siqishga boshladi. Men texichila hayajondan o'zimga kelmagan edim. Nanchang qo'zg'olonidan keyin xalq qurolli kuchlarini boshlab Jingangshanga borgan. U yerda mavjushi bilan birga Jungo xalq ozodlik armiyasini qurgan qahramon qo'lni tutib beqish, yangi davrni chin yuragidan so'yadigan bir yosh uchun haqiqatan xo'shallanarli ish. Men qandoqmi hayajonlanmay tura olayman? Bosh qo'mondan mening o'qituvchi ekanligimni bildi. Partiyamizning umidini o'z eg'izi bilan yetkazdi. Men bu umidni oqlay olamanmi? Ilm fanni yaxshi o'rganish partiyamizning umidi ekan-ku. Nimishqa ba'zilar meni quruq kitob qilib berildi, ulug' bor g'oyasi yo'q deb ayblashidi. Bo'libmi, meni shu-shuji cho'ng yig'inda bir qitim maqtab qo'ygandan keyin meni bekordilla zehni o'tkir, qolisi bor deb maqtaydiganlar ko'payib ketdi. Yaqinda maktab gazetida biri maqola yozib meni maqtabdi. Lekin shuning bilan birga meni qorlaydiganlarmi oshkorlashga boshladi. Zodi men maqtilishga loyiqmi? Men rostila alayda zehnlik tug'ilganmi? Men bu savollarga uzoqcha javob izladim, lekin javob topolmadim. Chunki yoshlarga xos bo'lgan bir xil yoshlik g'ururi vujudimni chirmab olgan edi.
Men bugun akşam kayni-kaynidan kelayotgan xo'shallikdan hayajonlanib, o'ginishga o'ltirolmay qoldim. Chunki tushdan keyin Gansu o'lkalik fan texnika jamiyati tarafidan uyushtirilgan ilm-fan yangiliklari ko'rgazmasiga bordik. Ko'rgazmaning oz sonliq millatlar bo'limiga mening heliqi Uyg'ur xalq eg'iz adabiyoti to'g'risida qisqacha tushuncha degan maqolam qo'yilibdi. Bu maqolamning qishiga bu G'arbiy Shimol Millatlar institutining 20 necha yoshlik o'qituvchisi Yo'ldosh A'loning ilmiy maqolasi. U bu maqolasini Xanzu tilida yozib chiqqan deb yozib qo'yibdi. Men u yerda xijolat bo'lgani bilan mana hozir yotiqimda ish-ichimdan xushal bo'lmoqdaman. Qilgan ishim kichkina ish, lekin elayotgan bahoyim nihoyat yuqori edi. Men bu g'albadan hayajonlanib, o'rindiqimda o'tirolmadim. Xeyligacha yotoqda minib ketdim. Oxir o'z hayajonlarimni besish va irodamni texmi chingitish uchun men o'zimning o'qish tariximni xotirlab qo'yishga o'ltirdimda, enkimni olqonlarimga qo'yib, yuragimga dard bo'lib o'rnashgan muhim xotirlarni bir-biridan esladim. Qo'rsoq och, ko'zlar qorong'ilashgan, mahalla madrasasi chang bilan to'lgan. Biz zig'ir paxilda tizinib o'ltirilib, og'zimiz og'irg'icha vaqirib, xandak o'qiymiz. Bütün ötülgen sürülerini baştan tekrarlap çıkışını xendak deb ataydım. Kun o'ltirish bilan biz xendakni tugitib bo'ldik. Amdala deb turishimizga turdak mollam maydisiga tushgan char soqilni titirtib kirib keldi-da, biz 4 o'quvchiga oqshomliqqa taravihga kelib tasbih o'qiysizlar dedi. Biz 8-9 yoshlik bolalar yozning qisqa tunlarida qong'uch uxlamag'achqa xubdan tugigichila mugdashga boshlaydik. Çoğunlarga o'xshash yukinib o'ltirishga chidamaydik. Ammo amal yo'q edi. Subhanazil izzati val deb ovozimizning barcha vaqirib tasbih o'qiymiz. Bolalar va ayollar chaqmoq panjaralardan borishidi va bizga qarab kulishidi. Har qitim subahun qudusun rabbil malakati va ru deb nasibin tasbihni oxirlashtirish bilan tang ko'zlarimiz yumilib ketadi. 30 gün roz to'shqicha biz har kuni tasbih o'qishimiz va uyqusizlik azobini tortishimiz lozim. Qandoqmi qutularman? Men Qur'onlik bolalar shu topda tatliq uyquda. Men endi shuni o'ylayotdim. Yenimdagi bola g'ing qilib so'zib qo'yib berdi. Masjidda pixildab kulguvchilarmi bo'ldi, lekin qoqoqlab kulguvchilar biz bo'ldik. Tasbih o'qiydigan vaqt kelgan edi. Biz o'rnimizdan turdik. Men endi subhan deb boshlashimga yenimdagi Razaq yana g'ing qilib qo'yibdi. Biz qaqoqlashib kulishdik. Voy, badbaxtlar, mollam baqirdi. Biz texmi battar kulishdik. Turtak mollam o'zini tutolmadi-da, marabga qo'yib qo'ygan kashisini bizga atdi. Birinchi bo'lib men o'zimni ishga atdim. Endi menga madrasaga kirish yo'q edi. Dadam xafa bo'lib, mahalning mazmuni bo'lib qolsangmi, balam bir parcha non uchun yer tatlab yurmasdan, endi bu osh berilgan tovoqnimi chaqdan qo'y baqamsan dedi. Yo'q dada, men o'qiyman. Yana nimani o'qiyding? Terangni so'yib bersammi? Mollam endi seni olmaydi. Men yangicha maktabda o'qiyman, dedim dadamga yalvorib. Nədiki o məktəb? Yuqorqi mahallada ekan. Voy, nə o? U yer bir bəygilik yiroqlikdagi yer tursa. Mayli, men berib kelib o'qiyman. Dadam beshini tatlab uzoq o'ylandi-da, "Amsa, men seni opirib boqay. Mahallarni orlab mangolmaysan. Ishlar yomon. Men sana chig'ir yo'llarni ko'rsatib qo'yay" dedim. Ertasi dadam meni etiz orlab ketgan, birda yo'qolib, birda paydo bo'lib turadigan yo'llar bilan yangicha maktab ochilgan yiroq yeziq ilib bordi. Egiz, cho'qur muallim mening beshimni silab, "Tova, ma'qul, kelgan bo'lgandikin o'qig'in" dedi va menga oq sut qog'ozini bir taxta berdi. Har kuni bomdodga azon etganda dadam bilan tang turaman-da, shu maktabga etiz orlab yugurayman. 2 cho'ng o'stangni kechib o'taman. Adiganligi so'g'uq jon-jonimdan o'tib ketadi. Lekin men yangicha maktabda o'qiyotganimni o'ylasamla butun badanimga issiq yuguraydi. Shushligi eriqdagi suvg'indan chilab yeyman. Qolib hadisi bilan tang uyga yetib kelaman. Bir oy qatirgandan keyin dadam bir kuni kechasi beshimni silab, "Balam, heliqi 2 o'stanga lapastiki limlarni opirib, yolg'iz oyoq ko'rik selib qo'ydim. Endi suv kashmaysan" dedi. Men yerga qirib tushgan mahalda 2-sinfga chiqdim.
Мен bir күні muallimning topshirig'i bilan dadamni boshlab bordim. Muallim dadamga balaning idroki bor, o'quvchilarning oldi. Birinchi sinf uningga o'ng'aylik qilib edi, ikkinchi sinfga chiqib qo'ydim. Endi ikkinchi sinfmi buningga yeniklik qilyotidi. Men uni 3-sinfga chiqib boqmoqchi, lekin qish kelyotidi. Uy yiroq. Qarg'ana bala quruq ustixonlar bo'lib qoldi. O'qimagan deyishga tilim bormaydi. 5 balam bo'lmasigu, og'ina balangni o'zimla o'qitatdim. Qo'lim qisqa, birli eg'iz uy, oralla bir yotgan. Balang siqqudek bir bulungni topolmadim. Qanday qilamiz dedi. Dadam beshini silab uzoq turgandan keyin Xijil bo'lmang, muallim. Men balamni o'qitish uchunla mushu mahallagi biriga bir qish qo'ru xizmatchisi bo'lib yollanaman. Bekorga ishlasam mayli. 3 balam bilan sig'udak bir hujr bersil bo'ldi. Qishicha melini bo'day, ko'mirni to'shuy, bedi to'g'ray, harvasini ayday, qandaq deysiz? Qani, buningmi bir halovati bo'lib qola. Sening bilan bizning bildig'inimiz bo'lib bo'ldi. Ammo bir amal qilib, sening munu a'lonlaringni bir o'qitib ko'rayli. Ular Kashqurun qaytib kelishdi. Dadam Davud hojilarga chakar bo'lib yollangan edi. Mehribon dadam meni o'qitish uchunla Qahraton qishda Davud hojilarga ko'mir akilish uchun 3 kunlik yo'lga berib keladi. U har qitim kelganida mo'ri o'choqqa uzoq qoqlanadi va mening beshimni tizlariga qo'yib olib, soddalik bilan bu yil 3-sinfni tugatasan, har yili 2 sinfni o'qisang, balam, yana 3 yilda 7-chi, 8-sinfni tugatgansan. Bu yerning ishi bu yil tugasa, shaharga kiramiz. Medikarchilik qilib bo'lsa-mu, seni o'qitaman. Sen bo'lsangmi, o'qishning nenini yegin deydi. Dadam shundoq deb bo'lib, ko'zlaridan yosh chiqicha yo'taladi. Qora chiroqning gungi yo'rqida uning qaraygan chiroyi texim qora va so'lg'un ko'rinadi. Men dadamga qarab yetishni yaxshi ko'ratdim. Onamizning qachon olamdan o'tganligini eslay-olmasakmi, bu dunyoda bizga dadamizdan boshqa kuyimchan odam yo'q edi. Dadam bizni har qancha beyonboshlik qilsaqmi, urmaydi. Men fikirlarimni urmaydim. Biz kichkina panjarasiga samon qog'oz chaplangan va qog'ozning shilimini saqlash uchun panjaraga sig'izgan o'lika esilgan bu hujrada qishni ko'ngillik o'tkazdik. Men qora chiroq yo'rug'ida fikirlarimga har xil suratlarni chizib ko'rsatdim. Elibadagi she'rlarni yodlatdim. Chiroqning yig'i tugsa, harbu pingsisidan qo'yib kiratdik. Kömür bo'lsa o'ksimaydi. Davud hoji pat-patla meni sariga chiqib, "Gör o'g'lini o'qitib anglaydi." Ba'zida ming bir kechini o'qib beratdim. Xo'shalligimiz uzoqqa bormadi. Atiyazga yaqin dadam bir kuni uyga jaloqlab titrab kirdi-da, o't ko'p bo'lib yiqildi. Yuzidagi ko'mir yo'qinimi, yuyishga hol yo'q edi. Tevib dadamning tomirini tutib, "Uchulma" dedi va Daxonga o'qitishni buyurdi. Bizning muallim bo'lsa, öpkəgi soğuq tekkan, "Hey, sho'ri qurg'ud yo'qsulluq" deb g'azablandi. Dadam gaz bog'lagan lavlarini oralab medirlatib, "Zamonidan apandi, bolalarga qarab qo'ying" dedi. Muallim dadamning peshonasiga ho'l matoni qo'ydi. Dadam qattiq yo'taldi va bir haftadan keyin tong atarga yaqin еңәкләре chetildi. Men fikirlarimni beqish uchun bir yil mahallimizning yig'ma qo'ylarini baqdim. Shu yili kuzligi zamonidan muallim mahallimizga keldi. U rayonning ma'rif heyeti bo'pti. Rayonda 4-chi, 5-chi sinflar ichildi. "Fikirlaringni joylashtira olamsan?" dedi zamondan muallim menga qarab. Men uning ko'zlariga tikildim. Zamonida muallim o'rinsiz savol qo'yganini tushundida, men Ahmad apandi qurgan ittifoqqa kirdim. Ittifoq yetim yesirlarning beshini silaydi. Men seni xotirjam o'qitish uchun fikirlaringni Darul Tamga kirgizishning amalini qilib boqay. Sen yotoqda yetib 4-sinfda o'qig'in dedi. 3-4 kundan keyin fikirlarimni mahalla mo'tivarlari shahriga Darul Tamga ilib ketdi. Men bo'lsam dadamning qolgan quruq ko'rpa va yib tag'arni oldim. Tujurkini kiydim. Ondan yalang'idaqla Ömer Tambur degan odamning etining keyniga minishib rayonga bordim. Seriq yopurmoqlar hamma yerni qaplagan, qamgan to'silib qolgan ko'rik yinida men otdan serilib tushdim va oldimdagi oqartilgan rayon maktabiga qaradim. Ömer Tambur maktab oldida jangzi tepib o'ynayotgan bolalarni ko'rsatib, "Qarg'ana hammasining putlarida o'tdik, salla yalang'idaq, ularni besib o'tib ketalamsan" deb chaqchaq qildi.
Мен Өмәркамға әгішіп мектеп алдық келдім. Балалар қараңлар, мауы оқуғыдек дейішіп мені отырғы еліп алды. 14-15 yaşlardaki Çiberkut'un şim tücürka ve ötük kalaş kiygen bala meni mazak kılıp, yazıcı bakan koylarını alğaş kelmepsen, helimi koyların mavu kurak körpağının içidimi ya, dedi. Ha. Menin gazipim keldi. Kiçik bolğunum bilen muşluşup pişkan balıydım. Men hazır bay balısının eňeklerge muş etişke tayar edim. Men onun gazap bilen alayıp qaradım. Sohrun, men okuğulu geldim. Senin tılını anlığılı gelmedim, dedim. Balalarının aldıda tıl işitken heyliqi bala meydemge birini koydu. Men müçellep durup onun yanıqıga birini saldım. O goduqıp ketdi. Keyindirla tirejep durup qorsqıga birini üsüp edim, oňlusyga düşdi. Balalar qıyqa silip, ala şäriňni raqib bayvetçe dep külüşdi. Şu çağda baya idarəyə kirib ketken Ömerkam mektep müdirini başlap çıktı. Müdir çıkıpla vaqırdı. Nemi boldu Abduraqib? Mavu bədirək bikardan üsvetdi. Müdirinin kötmek burutları tik-tik bolup ketdi. O barmaq bilen meni jonup, zamanadın mağrib muşu ebgarni şuncha maqtadıma, dedi. Ömerkam meni silkişledi. Yetim bulungda, terih tulumda degenman anlamaganmedin. Nemi kele kelmeyla bağmaşlık kılırsan? Nemişqi kele kelmeyla meni zanglık kıl degen, dedim men. Munun kişi müdir buldu. Senin ata-anan bulmagan degen, göşüңmü, ustıxınыңmı müdirning? Sen buningdan keyin undaq qilma. Xafa bolmang, Raqib bey. Yani kelip sizning eningizni xafa qilgini qaramamdigan müdir. Ömerkam yelinip yürüp müdirni yumshatdi. Men yataq o'rlashdim. Atiganlikka chiqsam hamma la yer qor besibdi. Men 4-sinfga kirdim. Faqat eng orqadagi partadala bir bo'sh o'rin bor edi. Men shu yerda ko'k ko'zlik bir boy balasining yonida o'ltirdim. Bala chaponlarini menga tekkiz olmaslik uchun yiroq surildi. Hisob ma'lumi 4 amalning qiyin masalalaridan birini berdi. Masala menga tonish edi. Men zamondan apandi bergan 4 amalning hamma masalalarini qo'yib yiqib yurib chiqarib bo'lgan edim. Muallim masalani aytib bo'lish bilanla men qo'limni ko'tardim. Muallim asabiylik bilan vaqirdi. Tangnangni yerimlatib kirsam bo'lmaydimi? Qandaq axloqsiz nima sen? Men hisobni chiqarib bo'ldim, dedim. Muallimning hayron bo'lib ko'zlari chaqchib ketdi. Nima deydi buni? U mening yonimga keldi. Radlik ishlangan 12 amalni va javobini ko'rib hijaydi. Mening yalang'idaq putlarimga, o'skilang sochlarimga va yerilib ketgan qo'llarimga sinchilab qaradi. Men muallimga yer ostidan qaradim. Yo'g'on burun, yo'g'on qo'y ko'zlari, qo'y qoshlari ostida yashang'irib turadigan 30 yoshlar chamisidagi odam og'zi ichilgan holda qarab turadi. Tova, biz ikki muallim bosh to'g'og'icha ishlab aran yeyishimizu, muni bola ko'zni yumib ochqicha, ha? G'udung shidi u. Әмді мені sinfdagi hammaylar hurmat qilgan bo'ldi. Yolg'iz raqiblar xirs qilib yuradi. Yenimdagi boy bolasimi menga yaqin o'ltirib olib hisoblarimni ko'chiradigan bo'lib oldi. Puting muzlaganda mening xurjunda cho'sinka piymam bor, sana beraymi, dedi u. Yo'q, bekor elishni xohlamasang, haqqiga menga bilvolay yezib bergin. Yo'q deb yurib putingni ushtisan. Ömerkam menga kigiz paypaq bilan purum cho'ruq akilib berdim, dedim men Ömerkamning va'dasini eslab. Bir kuni zamondan kam maktabga keldi va menga qarab dedi: "Sana 4-sinf yeneklik qilibdi. Men ilmiy mudirga aytdim. Sen 5-sinfga chiqib o'qig'in. Men buni daftarlarni ishlab. Men atigaliki 5-sinfga kirdim. Jo'g'rafiyaga mudir o'zi kiradi ekan. U bizga Osiyo bilan Yevropaning qayerlar bilan chegaralanganligini va Yevropadagi daryolarni o'tdi. U tog' va daryolarning ismini birli qitim aytdi va tayoq bilan ko'rsatdi-da, "Tushundinglarmi?" dedi. Bu uning odat gibi ekan. Men o'qishmasdilla "Tushundiq" deb vaqiribdiman. Mudirning burtlari tik-tik bo'lib ketdi. U yenimga kelib, quliqimdan tutqunicha xaritani oldiga so'rab akeldi. "Nima deding?" "Tushundiq" dedim. "Nimishqa vaqiraysan? So'zlab baqay" dedim. Quloqlarimdan o't chiqib ketdi. Bir bala vaqirdi. "Adham aka, mana amsa deb boyiqi daryolarni so'ranga." Mudir menga tayiqini tutqizdi.
Sana Yevropadagi daryolarni men huduqmay tayoq bilan ko'rsatib sanadim. Oral. To'xta, men to'xtadim. Osiyo bilan Yevropa nimalar bilan chegara olindi? Kaspiy dengizi, Oral tog'i, Oral daryosi. Men muallim nima degan bo'lsa shuni aynan deb berdim. Mudir beguna odamni jazolaganligi va mening adabimni berman deb lat bo'lgani uchun g'azablangan edi. U gejgamdan mujib tutdi-da ishga qartib bitirdi. Chiq shum, seni 5-sinfga akirib qo'ygan odamning go'ri ko'ysin. Men 4-sinfga qaytib chiqdim. 4-sinfning bolalari xo'shal bo'lishib ketdi. Bo'libmi hisob muallimi xo'shal bo'ldi. U har kuni tushdan keyin meni uyga opratdi va qiyin masalalarni ishlashga salatdi. Bir kuni mudir chaqirdi. Men mudir ishxonasiga kirdim. Anlasam sen hisob darsida hammadan burun qo'l ko'tardigansan. Bilamsan, raqib mening inim bo'ladi. Sen kelmasda u 4-sinfda hammaning oldi edi. Sen kelib hadislar uningdan burun qo'l ko'tarib olib, uni paysundirvatding. U har ilib kechisi jo'ylaydigan bo'lib qoldi. Og'rib tortib qolsa, men sana momangni ko'rsataman. Sen bugundan boshlab raqibning oldiga o'tmaysan. U hisobini chiqarib bo'lmog'icha qo'lingni ko'tarmaysan. Do'stlig'imi raqib chiqib o'quvchilarga tushundirdi. Sen otqachilik qilmaysan, bildingmi? Deganimni qilmasang, qo'g'linsan. Men g'azabdan yerilgudek bo'ldim va yotoqqa chiqib alamdan yig'labatdim. Yig'lama ala, shundoq jon ekan. Kambag'alga Xudoyim chiroy bersa-mu, dushmanlik bo'ldi ekan. Aql idrak bersa-mu, tatqulqi bo'ladi ekan. Anlasam, rayonga kadrlar demdi. Aytavr hukumatning odamlari kaptidek. Berib deb baqamsan ya, dedi qora xizmatchi ayol Zivarxon hadam holimga yetib. Bu chaq qish 1950-yili 1-oylar edi. Bizni 5 kunlik qo'yib berdi. Maktabga ko'mir va o'tin yog'och akilish vazifasi yuklandi. Men uyimizga bir tub quruq qora yog'ochni o'kizga so'rtib 6-kuni keldim. O'kizni og'inim Razaq ilib ketdi. Bir haftadan keyin mubbattish keldi. U qopig'i yomon, so'sar juva, bulg'ur tashliq quloqcha kiygan odam edi. U bizni qator tizib qo'yib, "Kechikkanlar kim?" deb vaqirdi. Hech kim javob bermadi. Mudir meni va yana bir bolani yaqimizdan so'rab chiqdi. "Qancha kun kechikding?" deb so'radi meningdan mubbattish. "Bir kun." "Yolg'on", dedi mudir. 6 kun kechikkan heliqi bola mushu. So'la. Meni va heliqi bolani sovuq uyga so'lashga mangdi. 6 kun kelmagan raqib-ku, dedim ochiqimga chidamay. Bu nohaq bo'ldi, dedi hisob muallimi keynimizdan. Biz 2 bola sovuq uyda yerim kechigacha turdik. Ömer akam akilib bergan purum cho'ruq bilan kigiz paypiqim meni Sanjusaning sovuqlardan saqlab qololmadi. Biz jiloqlab titrab, uy ichida yig'lab yurib, qatirashga boshladik. Mening put-qo'llarim kuyishib, holimdan ketishga oz qoldi. Biri qulubni palto bilan urib chaqdi. Zivarxon hadam bilan eri, uzun burutliq Ismoil akam uyga kirib keldi. "Nimishqa aqilliq bo'lib tug'ilgansan, qo'zam?" Zivarxon hadam meni bag'riga ching bosdi. O'pkamga sovuq tegib yiqildim. O'rin tutib qancha kun yotqinim esimda yo'q. Men shu yotqinimcha maktabdan qoldim. 2 oygacha Zivarxon hadam vaqti texmi yomonlashib, kezib qo'shilgandan keyin meni Hilqi rayonga kelgan kadrlar doktorxonaga akiribdi. Navoda shu kadrlar va yetimlarning beshini silaydigan Ahmad apandining g'amxo'rligini bizga yetkazib turadigan zamonda muallim mehribon Zivarxon hadamlar bo'lmagan bo'lsa, men hayot qolmagan bo'lardim. Men shu kadrlarning peshini tutqunimcha qo'yib bermadim. Ular menga tug'ilib mehriga qanmagan onam va meningdan kutgan umidlarning sho'lisini ko'rolmagan dadamning yo'qligini bilindirmadi. Men hukumat ta'minoti bilan 1950-yili G'ulji shahriga 5-sinfga o'qishga kirdim. Kecha, jimjit kecha. Men bu balliqning astin chiqmaydigan ko'rinishlarini yana bir qatim ko'rib, namlashgan ko'zlarimni surtdim. Dadamning armon bilan dunyodan o'tgan solg'un chiroyini ko'z oldimga keltirsam, o'pkam o'rildi. Hayot bo'lgan bo'lsa, xiyollig'imni keltirib baxmagan munu shaharlarni, munu boya shachiliqni ko'rmasmidi? Heliqi gunga chiroq yo'riqida fukullarga
Рәсім сызып берішni әң чоң xoşallik hesaplaydigan oğlanın bugün tağ bağrıға selingan elektrlik, acayip güzel yataqlarını görüp xoşallıqdan terisi sığmay qalmasmidi? İşik çekildi, uyga raqib kirib keldi. Heyliqi meni mazaq qilgani uchun mushigan, keyin aksiga tayinib meni bo'zaq qilgan raqib mana mushu. Raqib qanday qilib bu yerga kelib qoldi? Qanday qilib fakultetning muavin jo'rini va partiya a'zosi bo'lib qoldi? Bu narsalarni surushtirish mening ishim bo'lmag'achqa korim bo'lmadi. Majurining deyishicha 1951-yili har qaysi joylardan yetim bolalarni akilib o'qitganda shu qatorda raqibmi bu yerga kelib qolgan ekan. Sana bir hodisa bo'ldimi? Nimanchalab tatirib ketding, dedi u uyga kirib. Hech hodisa bo'lgani yo'q, chiroy degan o'zgarib turdi ekan, deb mujmal javob berdim uningga. Men erta Şinjanға mangdigan bo'ldim. 3 oylik ruxsat oldim, dedi raqib karvatga o'zini tashlab. Opamning og'riqi yig'irgan telegramma keldi. Mushu kungacha seningdan so'ramabdiman. Sening ota-onang bormi? Onam bor. Dadam 1952-yilgi Chapchap bozorda etilib ketdi, dedi u ma'yus ohangda o'q tortib. Keyin dadamning xato etilganligi muqimlashtirildi. Opangchu? Opam akam bilan billa. Akam bilan Adham mudirni demsan? Ha, u hozirmi mudir. Biz jimib qilishdik. Adash ala, sening qishingga maslahatga kirdim, dedi raqib gap boshlab. Men Güzelay bilan to'y qilgan bo'ldim. Buningga qanday fikring bor? Nima deysan? Kaltak yegan odamdek silkinib g'azab bilan so'radim. Kelishib qoldik. Pul bilan oxir uning qalbini yumshatdim. 3 qitim pul avatvedim. Oxir ma'qul javob keldi. 150 so'm xajlab rozilik xatini qo'lga tushirdim. Odilani qanday qilsan? Men titrango ovoz bilan so'radim. Qo'g'lagandan qashqanni qo'g'la debdikan. O'ngayla sana berilgan qizning qanchalik qadr qimmati bo'ladi? Odilaning yepishqoqligi jinimga tegdi. Endi murodimga yetdim. Güzel ay mening. Bu ish menga qattiq keldi. Lekin raqibga g'azablanishim o'rinsiz edi. Sababi men mo'ri o'choqdagi ko'mir cho'g'idek istitunsiz kuygandim-ku. Raqib mening qiz uchun azob chekkanimni na'dim biladi. Uning nazarida men qizni yomon ko'ratdim. Qiz rostilla mening xilim emas edi. Uning qarashicha Güzelayning moddiy talabi yuqori. Mening bu talabga javob bergudek kuchim yo'q. Bu kuch ko'p pulliq raqibda bor edi. Shuning uchun mening uni cheklashga, uningdan ranjishga asosim yo'q. Lekin men ongsiz holda portlashga tayyor edim. Shu topda oxiri bir kun Güzelay boshqa birining xotini bo'lib ketadiganini bildim. Undaq fikr nemishqa burunroq yodimga kelmadi. Men bu ideyada tayyorlik qilib turmaydimmi? Güzelay boshqa birining xotini bo'lib ketadi degan xiyol bugunla yodimga keldi. Bu naqadar og'ir tuyuladigan gap. Bu gapni anglash nimacha qo'rqinchli. Go'yo tog' guldirmomisidek, dengiz bo'ronlaridek, tog' qiyollaridek dahshatlik anglagan bu gap texi do'stimning eg'zidan chiqmoqda. Yo'q, men uningsiz azoblanadiganman. Mening hayotimda u bo'lmasa zodil bo'lmaydigan. Men o'rnimdan turib, g'azab va alamdan o'zgargan chiroyimni o'ngishib olish uchun kitob javoniga qarab oldim. 10 minutlik sukutdan keyin raqib jimib ketding-ku. Kiyolmayotamsan, endi kechikding. Ishonmasang, muni xatini o'qib ko'r. U mag'rur ketib, kostyumining yanchiqidan chiroyli konvertini oldi-da istalga tashladi. Mening uning yuziga qarag'udek holim qolmagan edi. Bu mag'lubiyat ruhiy zarba putlarimni mag'dursizlantirdi. Ko'zlarimga qorong'ulik tiqdi. Men xuddi qo'qas tasib olgandek beorom bo'ldim. Peshona tarimni tasda ertib, uningga burildim va ehtiyotsiz holda Güzelaymi? Yo'q, u sening emas, mening, dedim. Uning ruhi sening bo'lishi mumkin, lekin jismi mening. Yo'q, deb vaqirdim men raqibga. Sen uni pul bilan turmoq, pichoq, palta, o'q, xanjar bilanmi meningdan ajrata olmaysan. U chin yuragi bilan menga berilgan. Sening pullaring uning yuragidan o'rin ololmaydi. Ko'rsan texi, u g'azabdan titrdi. Sening yodingda yo'q chaqlarda men uni yaxshi ko'rganman. Qanchalik kuyik azobi tortdim bilamsan? Amdiza ish bu darajaga yetganda apla deb go'shingni yeganing bilan foyda topolmaysan. Do'stlikni muhabbat uchun qurbon qilib etaman ki, nima qilsangmi qizning qalbidan o'rin ololmaysan.
Nima, kim qayerdan o'rin oldig'ini ko'rimiz texi. Voy, yaxshilikni bilmaydigan hamoqat. U eshikni jaloqida yepib chiqib ketdi. Bu haqda raqib bilan to'qinishim texi tunji qitim edi. Men hamon uning bilan surkilish bo'lishini biletdim. Bu surkilish o'ylaganimdan burun va tuyuqsiz keldi. Raqibning go'zalligi uchun har nima qilishga tayyor ekanligini bilaman. U bahona tepib meni putlashtirishi, sirg'imoqqa taydirishi mumkin. Uning bilan ichishish ko'ngilsizlikdan boshqa ish emas-ku. U ustimdan ig'vo to'kmat tarqitishimi, eng muhimi mening o'rganishimga to'sqinlik qilishi, mening bexudligimdan foydalanib ziyon selishi mumkin-ku. Xotirjam o'rganish uchun quliqimni ching etib qizdan kechaymi? U chaqda mening yoshlik g'ururim nada qoladi? Men raqib ustalga tashlagan konvertni ochdim. Salom Raqib aka. Siz orqali Odilaga heliqi sovuq mijoz og'ayningizga salom. Mening kundalik turmushimni bilishga qiziqadi ekansiz. Men qisqacha aytib beray. Ovozimni mashq qilish mening asosiy mashg'ulotim bo'lg'achqa, har kuni sahar turib, daraxt oralarida yurib, vaqirayman, she'r ondan keyin tamoq, dars, tushlik uyqudan keyin yana 2 soat dars. Darsdan keyin o'zim yolg'iz ko'cha saylis qilaman, xiyol suraman. Oqshomlari arlab kitob ko'raman, roman, qiziqarli kitoblar yo'q. Ko'kuyinni o'qisam, qiziqi yo'qkan yoshlik naqsi menga yoqadi. Qizil qiyani o'qib qo'rqib qoldim. Haras mehrobdan chayon bilan o'tgan kunlarni avatib beralamsiz? Oila muhabbat to'g'risida yozilgan kitoblar bo'lsa-mu bo'ladi. Siz bunday kitoblarni yomon ko'rsiz. Siz topolmasangiz, heliqi a'lo degan do'stingizga desangiz tepib beradi. Shunda qilib, oqshom kitob ko'raman, ko'pincha kino ko'raman. Sargardan Bag'dod o'g'risiga o'xshash kinolar menga yoqadi. Bu yerda pul bak xajlanadi ekan. Dadam o'tir hisob bilan iyiga 30 so'mdak avatadi. Ushaq-tushak yemekliklarga oran yetadi. Shuning uchun sizning savdo buyurib avatgan 150 so'm pulingizni xajlab qo'ydim. Uni uydan pul oldirib qaytarib berib etman. Xafa bo'lmasligingizni umid qilaman. Beyjingga meni yo'qlab kelaman debsiz. Ixtiyoringiz, lekin men sizni taklif qilmayman. Shundaqla sizning uzundan beri menga qo'yib kelayotgan talabingizga hozirmi aniq javob bera olmayman. Men o'qishni bitirib xizmatga chiqmoqcha bu to'g'riliq o'ylanolmayman. 10 yil kutaman debsiz. Kelgusining ishiga hozir bir nima degil bo'lmaydi. Shu chaqda ko'rarmiz. Men umuman siz to'g'riliq yomon fikrda emasman. A'loga qaraganda sizning odamgarchiligingiz ko'p yuqori. Men sizning mushu mijozingiz bilan baxtli bo'la oladiganingizga ishonaman va sizga chin dilimdan baxt tilayman. Salom bilan Güzel ay 1958 yili 13 avgust Beijing. Men xatni qayta o'qidim, lekin raqibga ma'qul javob bergan biror so'zni topolmadim. Raqib bu xatning qaysi yerdan Güzel ay turmush qurishga rozi degan ma'no chiqardi ekan, men zotla tushunolmadim. Lekin qizning raqibga yozgan xatida meni 3 yerda chiqib o'tganini, sovuq mijoz degani menga alam qildi. Bo'libmi odamgarchilikda meni raqibdan tuvan o'ringa qo'ygani menga har keldi. Mening poyezd stansiyasiga o'ztishqa nemishqa chiqmaganim, heliqi kuni qizning kutgan yerdan chiqmaganim qiz uchun tushuniksizmidi? Ha, albatta. Bir qiz seningdan o'zining eng go'zal tuyg'ularga javob va hissdoshlik talab qilayotganda sen uning degan yerdan chiqmasang, qiz seningdan ranjishga, hatto nafratlanishga mahliq. Sen o'zingning qizig'i bo'lgan yolqinlik muhabbatingni yuragingning cho'nqur qatlamiga yo'shirib qo'yib, uni sir va tilsim qilib olsang, muhabbat dunyosiga texi amdi qadam qo'ygan talbi qizdan bu sirliq tepishmiqinga javob izlasang, qizni bezor qilmay qolatdingmi? Sen albatta o'zingni azobdan qutqiz. Buning bilan sana talpingan yosh dilni baxtli qil. Sen odamsan, o'zingni avliyo sifat qilib olishga haqli emassan. Bilim, xizmat, to'hfa, yana turmush, muhabbat inson uchun havodek zarur. Hamma inson mushu qonuniyat bo'yicha yashaydi. Sening bu qonuniyatga xiloflik qilishga zotla haqqing yo'q. Men uyda menib yurib, o'zimning turmushga tutgan muomalamdagi xatolarni mana shunday izladim va uni hal qilishning usullari ustida uzoq bosh qotirdim.